Prezidentning 2025-yil 14-fevraldagi qaroriga asosan Uzagro Holding muassisligida Beruniy Agrostar faoliyati yo'lga qo'yildi. Chorva ozuqasi yetishtirishga ixtisoslashgan mazkur kompaniya O'zsanoat qurilish bank bilan hamkorlikda bazaviy va qamrab olingan tumanlarda chorva ozuqasini ilmiy asosda va zamonaviy usulda yetishtirish ishlari allaqachon o'z natijasini ko'rsatmoqda. Beruniy Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyat O'zsanoat qurilish bank tomonidan qo'llab-quvvatlanib kelmoqda. Xususan, chorva ozuqasini yetishtirishga oid loyihaga ko'ra 130 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar 40 milliard so'm mablag' ajratildi. O'tgan yilda Beruniy, Chimboy, Qo'ng'irot hamda Arnasoy tumanlarida samarali foydalanilmayotgan yerlarni aylanmaga qaytarish, mazkur hududlarda xalqaro tajriba asosida chorva ozuqasi yetishtirish ishlari olib borildi. Bu yil esa mazkur loyihalar takomillashtirilgan holda davom ettirilmoqda. Xususan, Beruniy tumani Abay mahallasida 125 gektar yer o'zlashtirilib, hozirga qadar 23 gektar maydonda chorva ozuqasi ekish ishlari amalga oshirildi. 10 gektar yerini hozir birinchi surib, lazer ishlarini qilib, eng so'nggi texnologiyalardan tomchilatib, yomg'irlatib, egiluvchan sug'orish tizimlarini joriy qilib, hozirgi kunda o'rnatdik. Endi bu yerga hozir Turkiyaning gibrid urug'lari, o'zlarimizni O'zbekiston 24 navini ikkita dalaga ikkalasini ekib, sinab ko'rmoqchimiz. Bu yerda Beruniy Agrostar hamda O'zsanoat qurilish bank tomonidan chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston iqlimi va tuprog'iga mos o'simliklar sinovdan o'tkazilmoqda. Suv tanqisligiga, sho'rlanishga chidamli bo'lgan oziq-ovqat ekinlar, ya'ni bular oq jo'xori, Afrika tarig'i kabi sho'rlanishga va suv tanqisligiga chidamli bo'lgan mahalliy va xorijiy 20 dan ortiq namunalarni sinab ekkanmiz. Keyinchalik bu yerda urug'chilik ishlari yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, shu yerda o'zida shu hudud tuproq iqlim sharoitiga mos bo'lgan oziq-ovqat ekinlarni ko'paytirish imkonini beradi. Shuningdek, Kegeyli tumanida 45.9 gektar, Chimboyda 255.1 gektar, Qo'ng'irot tumanida 203 gektar va Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida esa 126.6 gektar yer maydonida chorva ozuqasining zamonaviy navlari ekilmoqda. Sanoat qurilish bank bilan birgalikda, masalan, hozirgi kunda Arnasoy tumanida arzon ozuqa bazasini yaratish maqsadida 3000 tonna silos bosdik. Masalan, Chimboy, Qo'ng'irot tumanlarida mahallalarning ichida har bir xonadondan tuproq analizlarini olib, har bir xonadonga pullarni to'lab, tuproq analizlarini tekin holda biz xalqqa mahallalarning 100% tuproq tahlilini qilyapmiz. Umuman olganda, ushbu loyihalar chorva ozuqasi bazasini mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hududlarda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.